Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar uchun 98-chi ishlab chiqarilgan Tico avtomashinamizni olib kelib qo'yganmiz. Pasportlarda propan gazlarga ruxsatlari bor. Farg'ona nomerda generalnilar ishlab chiqadi. Motor ходовой korobkalari soz holatda, hech qanaqa chiqimi yo'q. Propan gaz qo'yib olsanglar, pasportlari gibalari urilgan. Ichki salon holatlari ham go'zal holatda. Bu mashinamizni $1450 jinda kamini qilib beramiz. Navbatdagi mashinamiz 98-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz bezinda. Buni yurishtirishi, motor ходовой korobkalari joyida. Andijon nomeri. Generalnilar chiqadi xudo xolasa bunga. Chiqadigan salon holatlari go'zal. Mashinamizdan $1450 jinda kamini qilib beramiz. Bu mashinamizdan 98-yilda ishlab chiqarilgan, benzin Andijon nomerida. Motor ходовой korobkalari joyida. Generalnilar ishlab chiqadi. Ishga tayyor qo'yilgan. Bu mashinamizdan $1450 jinda kami bor. Sizlar uchun eng arzoni Qashqadaryo nomerda. Bu mashinamizni olib sotib qilib olish kerak. Arzon narxi ham olib sotishni o'tib beramiz. $550 bo'lsa, xudo xolasa motorlari, ходовойлari, korobkalari o'ta go'zal holatda bu ham. Chiqim qilmasdan minorasida $550 ga xolovchilar bo'lsa, ekranda raqamlarni qoldiramiz. Kelib ko'rib mashinani yoqtirib olib ketishingiz mumkin.